Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Amerikaning Nashvil shahriga tashrif buyuramiz. Keting unda. 2 soatcha mashinani haydashga to'g'ri keldi. Nashvil shahri Knoxvilledan 2 soatdan ortiq 3 soatcha yurasiz agar yo'lda probkalarga uchramasak. Xo'p, birinchi qilgan ishimiz biz Nashvillda shaharni aylanishga tushdik. Shahar juda ham chiroyli, tinch. E'tiborni tortadigan jihati politsiya mashinalari Nashvillda bizning Knoxville shaharchamizdan ko'ra juda ko'p ekan. Mana shu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Nashville ham bizning shaharchamizdagidek yam-yashil chiroyli ekan. Men aytolamanki, Amerikaning barcha shaharlari shunaqa chiroyli manzaraga ega. Biz birinchi bo'lib Siegen Toller degan bridge, o'sha ko'prik mashhur bo'lgan Nashvillga tashrif buyurdik. Juda ham chiroyli ko'rinishga, lekin ob-havomiz ancha o'zgaruvchan bo'ldi. O'shanda bir issiq, bir sovuq, bir oftob chiqdi, bulut tushdi. Shunaqa qilib biz sayrimizda davom etdik. Okay, let's go then. We're in Nashville. Oh, I see. We're in Nashville. Okay. Havo juda ham sovuq. Qip-qizil bo'ldik o'sha paytda. O'sha kuni juda sovuq bo'ldi, lekin baribir yurishga juda chiroyli joylar ekan. Mazza qilib yurdik. Bu ko'prikda faqat piyodalar uchun yo'lakchalar bor. Bu yerda mashinalar yurmaydi. Shuning uchun ham bu Amerikada mashhur ko'priklardan bittasi sanaladi. Wow, Columbus, sence? Keyingi qilgan ishimiz biz Nashville shaharchasining Music City degan joyiga tashrif buyurdik. Music City 200 yildan ortiq tarixi bor ekan. Bu yerda barcha musiqachilar yoki qadimda bo'lgan o'sha oldin tariximizdagi mashhur musiqachilar hammasi kelib shu yerda musiqalarni yozdirishgan, kompozitorlar bilan ishlab ketishgan ekan. Juda chiroyli shahar ekan, juda ham gavjum ekan. Right now, so I would not go to Nashville. Yeah. Feel free. I want to make a video with you. Okay, you can go. Let's go. Nashville Tennessee shahrining markazi bo'lganligi uchun Nashvillda juda boradigan joylar ko'p.
Va yana bitta asosiylardan biri bu Parthenon degan muzey bor. Bu qadimgi Gretsiya, Afina, Rim davridagi tarixiy buyumlarni ko'rishingiz mumkin. Bizning Knoxville shaharchamizda o'zbek restoranlari yo'q. Shuning uchun biz albatta Nashvillega borganimizda o'zbek restoraniga tashrif buyurdik. Buning nomi Osh ekan, restoranning nomi. Juda shinam, chiroyli ekan va kichkinagina magazinchasi bor ekan. U yerda biz o'zimizga kerakli bo'lgan o'sha O'zbekistonning mashhur pistasi yokida shirinliklarini sotib oldik va mazza qilib uyga qaytdik.